Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ko'p akalarimiz kartchillar so'rashgandi. Kartchillarimiz yetib keldi. Omax so'raganlarga Omaxlarimiz 7,5 kilovatli, 5,5 kilovatli, hop 387,5 kilovatli Guangzhou nikel kartcha so'raganlarga ularimizdan ham bor. Hop 5,5 kilovat, 3 kilovat, 3 faza 7,5 kilovatli, 220 ga ishlagan 4 kilovatli, 3 kilovatli hamma variantdan keldi. Narx-navolar bilan tez tanishtirib o'tib ketamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Hop 7,5 kilovatlik Omax kartchirimizdan boshlaymiz. 7,5 kilovatlik Omax kartchirimiz. Hop davlenalari 250 bar bo'ladi. Narxi $1050. Hop 200 barlik kartchirimiz so'raganlarga Omaxlik 200 barlik kartchirimiz Turkiyaniki bo'ladi. Narxlari $950 dan. Hop, oddiy Xitoydagi so'raganlarga oddiy Xitoyda variantimiz bor. 7,5 kilovatli 200 bar uradi. 7,5 kilovat 380 200 bar uradi. Birimizning narxi 7,5 kilovat 300 barligimizning narxi $700, 5,5 kilovatligimiz $650, 3 kilovat 3 fazalarimiz $270 dan. Hop 220larimiz 2,900,000 so'mdan 3,5 million so'mgacha bor. Hop ba'da releli so'ragan akalarimizga relelilarimiz 3,900,000 so'mdan 4,5 million so'mgacha bor. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilishlari mumkin. Manzilimiz Qo'qonda. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar.